Leksimizi davamlaştırmaya hürmetli vatandaşım. Jungo'nun acizliğini tutup aldı. Amerika generali bemalal sözledi. Mavzulu haber 1. ayın 29. günü Dovit orbitida e'lon qilindi. Haber mundaq başlandı. 1. ayın 27. günü Amerika Armiyasi Tinch Okean Qo'mondonlik shtabining qo'mondoni Admiral Harry Harris mundaq ko'rsatdi. Leysen belgilik qo'g'lug'uch parxod Janubiy Jungo dengizida 12 dengiz mili atrofida erkin qatnash bilan qatnaganligi mundaqlik qilib qo'ygan ish emas. Amerika Janubiy dengizida texmi ko'p qatim erkin qatnashni yo'lga qo'ydi. Erkin qatnash vazifasini ishga oshirdi. Qatim soni, murakkabligi va doira jihatda Jungo qaratgan xirisning darajasini kengaytirdi. Universal matbuotlar 1. ayning 30. kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Harry Harris, Admiral Harry Harris mundaq ko'z qarashni tunji qatim jakarlagan emas. 2015-yili Jungoni ziyorat qilganda qo'mondon Admiral Harry Harris Janubiy dengizdagi orollar Jungoga tava emas. Jungo orol yasash harakati Janubiy dengiz rayonining vaziyatini jiddiylashtirib etdi deb ko'rsatgan. Harry Harris shuning uchun Jungoning egilik huquqiga xiris e'lon qildi-ki, Amerika armiyasi G'arbiy Tinch okeanda harbiy ishlar bo'yicha elishishning tashabbuskorligini egallab turganligi negizlik sababdir. Demak, bu yerda Admiral Harry Harrisning shunday bayonot e'lon qilganligi G'arbiy Tinch okean dengiz yuzini Amerika armiyasining kontrol qilib turganligi va egallab turganligi bu bir sababdir. Shuning Jungo armiyasi bilan uchrashuv shaklini erkin tanlay oladi. Qanday shaklda Jungo armiyasi bilan uchrashsa buni erkin tanlay oladi. Navbat Amerika bilan Jungo bevosita chegaralanadigan chegara yo'q. Jungo bilan chegaralanadigan davlatlarga Amerika armiyasi harbiy baza o'rinlashtirmagan. Shuning ikki davlatning harbiy ishlar bo'yicha elishishi faqat havo va dengiz orqali, havo tavalligi va dengiz orqali elib beriladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining G'arbiy Tinch okean rayonidagi dengiz va havo armiya bazalari 3 qatim bo'yicha o'rinlashtirilgan. Yoki nima 3 sap bo'yicha o'rinlashtirilgan. Birinchi sap Koreya, Yaponiya, Liuchu taqim orollari bazasi. Jungoga 500 metrdan 1000 metrgacha araliq. İkinci sap Guam va Singapurga o'rinlashtirilgan harbiy bazaları. Jungoga 2000 metrdan 3000 metrgacha araliqqa to'g'ri keladi. Uchinchi sap Hawaii, Alyaska va Avstraliyaga o'rinlashtirilgan harbiy bazalar. Jungo bilan bo'lgan araliqi 5000 metr araliq. Ben bu yerde bu sanlı 5000 metre, 2000 metre degen sen bu avaz toğlusulu avaz yetadigan aralık bulup kaldı. Ben bunu düşünmeden harbiy işler nime deydi? Bu yerde 1 metre 1 kilometrega tang mı ya kanda Xitay gongli ya kilometre dep ammaptı. Bu yerde Xitay mi ya metre dep aptı. Şuna ben şu boyunca vatandaşlar yetkizip atımen. Soğuk münasebetler uğraşı devirdi ve onun keyingi 10 yıl içinde G'arbiy Tinch okeandagi harbiy bazalarning himoyasi kuchi ostida Amerika armiyasi texnika va qurollanish ustunligiga erishib, ustunligi bo'yicha shuningga tayinib kelganda kelatdi, ketganda ketatdi demak o'z ixtiyori edi. Har qanday chog'da zarur bo'lgan birinchi sapga qaytib ketalaydi va oldingi sapga kelalaydi. Jungoning kuchi cheklik edi. Fakat özünün tuprağında operatsiyalik müdafiada turadi. Tashabbuskorlik bilan operatsiya qilish, hujum qilish kuchi yo'q edi. Jungoning shunday kuchi yo'q edi. Agar Jungo to'qinishda Amerika armiyasining hujumiga taqobil tura olmasa, Jungoning o'z territoriyasida qurib olgan harbiy bazaları zo'r ko'lamlik hujumga uchrab, davlatning iqtisodiy va davlatning mol-mulk aslahalari, harbiy qurilish aslahalari intayin zo'r ziyonga uchraydi. Diqqat vatandoshim,
Agar Jungo to'qinishda Amerika armiyasining hujumiga taqobil tura olmasa, Jungoning o'z territoriyasida qurib olgan harbiy bazalari zo'r ko'lamlik hujumga uchrab, davlatning iqtisodiy va davlatning mol-mulk aslahalari, harbiy qurilish aslahalari intayin zo'r ziyonga uchraydi. Amerika armiyasining harbiy to'qinishi tortadigan ziyni faqat o'q, dora, bir necha aeroplanning temir qanoti bo'lishi mumkin yoki moddiy buyumlar bo'lishi mumkin xolos. Uningdan qolsa bir qism texnikalik aslahalarni ziyon tortishi mumkin. Az to'la o'lim yutim bo'lishi mumkin. Lekin Amerikaning umurtqisiga Jungo chaqila olmaydi. Mubada Amerikaning orqa bazalari zarbaga uchraydigan bo'lsa, Amerika armiyasi har vaqt degidek yer sharining har qanday burjigidan askeri kuch yetkab kelib, urush qisilib, operatsiyaning tashabbuskorlik huquqini qo'lida tutib, Jungoni murassa qilishga majburlaydi.